Quyoshman. Men juda katta va issiq yulduzman. Men hayot uchun juda muhimman. Mensiz hayot yo'q. Men yerga yorug'lik va issiqlik beraman. Yer va boshqa sayyoralar mening atrofimda aylanadi. Men Merkuriy sayyorasiman. Men Quyoshga eng yaqin sayyoraman. Men juda issiq va kichikman. Men Quyosh atrofida juda tez aylanaman. Men Venera sayyorasiman. Men Quyoshdan keyingi ikkinchi sayyoraman. Men juda issiqman va yorqin ko'rinaman. Meni osmonda tong yulduzi deb ham atashadi. Men Yer sayyorasiman. Men Quyoshdan keyin uchinchi sayyoraman. Shuning uchun men hayot mavjud bo'lgan yagona sayyoraman. Men Oyman. Men Yerning yo'ldoshiman. Men Yer atrofida aylanaman. Men o'zim yorug' emasman. Quyosh nurini aks ettiraman. Men Mars sayyorasiman. Men Quyoshdan 4-chi sayyoraman. Men qizil rangli sayyoraman. Shuning uchun meni qizil sayyora deb atashadi. Men Yupiter sayyorasiman. Men Quyoshdan 5-chi sayyoraman. Men eng katta sayyoraman. Menda katta bulutlar va kuchli shamollar bor. Men Saturn sayyorasiman. Men Quyoshdan 6-chi sayyoraman. Mening chiroyli halqalarim bor. Shuning uchun ular meni halqali sayyora deb atashadi. Men Uran sayyorasiman. Men Quyoshdan 7-chi sayyoraman. Men juda sovuqman. Men yonboshlab aylanaman. Men Neptun sayyorasiman. Men Quyoshdan 8-chi sayyoraman. Men juda uzoq va sovuqman. Menda kuchli shamollar esadi. Bizning barchamiz eng katta yulduz Quyosh atrofida aylanamiz.